Ushbu video orqali siz MetaTrader 5 terminalda qanday qilib bitim ochish, yopish hamda stop loss va take profit o'rnatishni bilib olasiz. Bitim ochish uchun brokerga buyurtma yuborishimiz kerak. MetaTraderda savdo buyurtmalari order oynachasi orqali ochiladi. Buning uchun Новый order tugmasini bosamiz. Terminalda bitimni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni kiritish oynachasi ochiladi. Bu yerga siz o'z buyurtmangizning tegishli tafsilotlarini kiritishingiz kerak bo'ladi. Simvol qatorida bitim amalga oshirmoqchi bo'layotgan savdo instrumentini tanlash kerak. Odatda savdo instrumenti faol grafikka qarab o'zi avtomatik tanlangan bo'ladi, lekin baribir uni tekshirib ko'rgan maqsadga muvofiq. Agar siz boshqa savdo instrumentida bitim ochmoqchi bo'lsangiz, mana bu pastga qaratilgan ko'rsatkichga bosib, sizib chiqqan ro'yxatdan o'zingizga kerakli instrumentni tanlab olishingiz mumkin. Keyingi qator tip, ya'ni buyurtmaning turi. Buyurtma yuborishning ikki xil turi mavjud. Немедленное исполнение, ya'ni buyurtmani darhol amalga oshirish va отложенный order, ya'ni buyurtmani kechiktirib amalga oshirish. Отложенный orderlarni tegishli videolarda ko'rib chiqamiz. Agar siz bozordagi hozirgi narx bo'yicha buyurtma amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, unda немедленное исполнение turini tanlang. Shunda sizning buyurtmangiz hozirgi bozor narxi bo'yicha darhol amalga oshiriladi. Объем bo'limida buyurtma hajmi ko'rsatiladi, ya'ni qancha hajmdagi valyutani sotib olmoqchisiz. Bu yerda buyurtmaning hajmi lot o'lchov birligida ko'rsatiladi. Keling, bizning misolda yaxlit bir lot bo'la qolsin. Stop loss va take profit qatorlariga esa zararni cheklash va daromadni olish narxlari ko'rsatiladi. Ularni sal turib ko'rib chiqamiz. Kommentariy qatoriga izoh qoldirishingiz mumkin, lekin bu shart emas. Отклонение qatori sizga kerakli narxga nisbatan necha punkt farq bo'lishiga roziligingizni kiritishingiz mumkin. Shunda sizning buyurtmangiz narxning kichik o'zgarishiga qaramay amalga oshiriladi. Agar instrumentni sotib olmoqchi bo'lsangiz, buy tugmachasini bosing. Buyurtma o'ng tomonda ko'rsatilgan bit narxi bo'yicha amalga oshiriladi. Buy tugmasini bosamiz va bizning buyurtmamiz amalga oshirildi. Agar bitim ochilmasa, nima sababga ko'ra buyurtma bajarilmaganligi haqida ma'lumot aks etadi. Bitim ochilganidan so'ng OK tugmasini bosing. Bitim ochilgach, grafikda yashil punktir chiziq paydo bo'ladi. Ushbu chiziq bitim ochilgan narxni ko'rsatib turadi. Chiziqning chap tarafida bitim haqidagi ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Ochiq pozitsiyalar haqidagi kengaytirilgan ma'lumotlar esa instrumentlar bo'limida aks etadi. Bitim amalga oshirilgan valyuta juftligi, bizning misolda bu yevro-dollar. Buyurtmaning tiketi, ya'ni tartib raqami. Bitim ochilgan vaqt. Bitimning turi, buy yoki sell. Bizning holatda bu buy. Hajmi, lot o'lchov birligida. Bizning misolda 1 lot. Buyurtma amalga oshirilgan narx. Shu narx bo'yicha biz bitim amalga oshirdik. Stop loss va take profit darajalari. Ular hozircha o'rnatilmagan. Sana bo'limida bitimni yopishingiz mumkin bo'lgan ayni damdagi narx aks etgan. Swap komissiyasi va brokerlik komissiyalari. Bitim bo'yicha ayni damdagi daromad yoki zarar. Keling endi sotuv bitimini amalga oshiramiz. Endigi misolda funtning dollarga nisbatan qiymati pasayishini taxmin qilib, sotuv buyurtmasini beramiz. Birinchi bo'lib, valyuta juftligini to'g'ri tanlanganligini tekshirib ko'ramiz. Hammasi to'g'ri. GBP USD. Bitim hajmini 1,5 lot qilib belgilaymiz va sotish tugmasini bosamiz. Bu safar buyurtma chap tarafdagi ask narx bo'yicha amalga oshirildi. Buyurtma muvaffaqiyatli amalga oshirildi va instrumentlar bo'limida yana bir qator qo'shilganligini ko'rishingiz mumkin. Endi ochilgan bitimlarni yopishni ko'rib chiqamiz. Ochilgan bitimlarni yopish uchun sichqoncha ko'rsatkichini instrumentlar bo'limidagi ochiq pozitsiyalarga olib borib, sichqonchaning o'ng tugmasini bosing. Sizib chiqqan menyudan Zakrit pozitsiya punktini tanlang. Ochilgan darchada amalni tasdiqlash uchun Zakrit tugmasini bosing. Mana bitim yopildi. Yopilgan bitimning natijasi sizning balansda aks etadi. Agar zararga kirgan bo'lsa, zarar balansdan ayriladi. Agar daromad bo'lsa, balansga shu zahotiyoq daromad qo'shiladi. Yopilgan bitimlar haqidagi ma'lumotlarni esa instrumentlar bo'limining istoriya sahifasidan topishingiz mumkin bo'ladi. Endi stop loss darajasini qanday qilib o'rnatishni ko'rib chiqaylik. Ochiq bitimga stop loss o'rnatish uchun bitimning ustiga 2 marotaba bosing. Sizda tegishli ma'lumotlarni kiritish uchun mo'ljallangan darcha ochiladi. Stop loss bo'limida siz stop lossni o'rnatmoqchi bo'layotgan narxni ko'rsatishingiz mumkin. Yoki stop loss bitim ochilgan narxga nisbatan necha punkt teparoqda yoki pastroqda turishini ko'rsatishingiz mumkin. Agar take profit o'rnatmoqchi bo'lsangiz, uning ham narxini yoki punktdagi masofasini belgilashingiz mumkin.
barcha ma'lumotlar kiritilgan hamda barcha shartlar to'g'ri amalga oshirilgan bo'lsa, pastda ko'k rangli "Изменить" tugmasi yoqiladi. Uning ustiga bosib, barcha o'zgarishlarni tasdiqlaymiz. Mana stop loss va take profit o'rnatildi. E'tibor bersangiz, bitim haqidagi ma'lumotlarning tegishli bo'limlarida biz hozirgina kiritgan stop loss va take profit darajalari aks eta boshladi. Va grafikda ham ular qizil rangli punktir chiziqlar orqali aks etadi. Narx stop loss yoki take profit o'rnatilgan darajaga borishi bilanoq bitim avtomatik ravishda yopiladi. Agar siz o'rnatilgan take profit va stop loss darajasini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, grafikdagi tegishli punktir chiziqni kerakli tarafga surib, buni amalga oshirishingiz ham mumkin. Buning uchun shunchaki tegishli punktir chiziqning ustiga sichqoncha ko'rsatkichini olib borib, sichqonchaning chap tugmasini bosib, uni qo'yib yubormagan holda kerakli tarafga siljiting. E'tibor bering, chap tarafda narx take profitga yetgach, daromadning miqdori qancha bo'lishi va oraliqda necha punkt tafovut mavjudligini ko'rsatadi. Kerakli darajaga yetgach, uni qo'yib yuboring va ochilgan oynachada amalni tasdiqlang. Mana take profit yangi darajaga ko'chdi. Ushbu video orqali siz bitimni ochish, yopish hamda stop loss va take profit darajalarini o'rnatishni o'rganib oldingiz. Keyingi videoda esa kechiktirilgan orderlar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz.